Aziz do'stlar, hurmatli mehmonlar, bugun mehmonlarimiz bor, faqat Qashqadaryodan emas, hattoki qo'shni respublikadan kelgan mehmonlarimiz ham bor. Men mamnuniyat bilan ushbu davramizga mana bir necha yillar davomida nafaqat Tojikistonga, balki O'zbekistonga ham xizmat qilib kelayotgan san'atkorlarimiz bor. Biz ularni haligacha eslaymiz, ularni doim muntazam ko'rib boramiz, hozirgacha qo'shiqlarini maza qilib eshitamiz. Shunday san'atkorlardan biri O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan hamda Tojikistonda xizmat ko'rsatgan artist Abdurauf Olimov.